7 shart, bir necha yuzlab ishtirokchilar, murosasiz bahslar, g'oliblik hissi, ishonch va harakat, shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqasining Uchko'prik tuman bosqichi qiziq va qizg'in kechdi. Tumandagi sport maktabida o'tkazilgan bellashuvlarda mahallalardan kelgan 18-22 yosh oralig'idagi yigit-qizlar ishtirok etdi. Turnirda tortilish, orqa bilan yotgan holatda tanani ko'tarish, o'quv qo'l granatasini uzoqlikka uloqtirish, qisqa va uzoq masofaga yugurish, AK-74 qurolini qismlarga ajratish va yig'ish, merganlik kabi bahslarda qatnashchilar jamoaviy tarkibda ham, yakkalik holatda ham o'zlarini ko'rsatish uchun astoydil yeng shimargani sezilib ko'rinib turdi. Chunki olib keladigan samara shunga arziydi. Davlatimiz rahbarining 14-fevral kungi yoshlar bilan o'tkazilgan ochiq muloqotda mahalla yoshlar o'rtasida sport ommalashtirish, harbiy vatanparvarlik ruhini shakllantirish, ayniqsa yoshlarimizni milliy armiyamiz safini kengaytirish maqsadida berilgan topshiriqqa asosan mahalla yoshlar o'rtasida shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqalarini tashkil etish belgilangan. Bugun qariyb 1 oy davomida mahallalarda qolaversa saralash bosqichlari o'tkazib kelindi. Saralash bosqichlarida eng yuqori ballni olgan 52 ta mahalla ichidan 10 ta jamoa bugun shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqasini Uchko'prik tuman bosqichi g'olibligi uchun bellashishmoqda. Bugungi yoshlarimiz shijoati, g'ayratini, turnirga tayyorgarligini ko'rib, ochig'i milliy armiyamiz ishonchli qo'llarda ekanligi, qolaversa yoshlarimizdagi vatanparvarlik ruhini kun sayin oshib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ta'kidlash kerak, mazkur musobaqa bir necha bosqichda o'tkaziladi. Eng yuqori o'rinni olgan jamoalar hududchanini viloyat, respublika bosqichida himoya qilib borishadi. Yakuniy bosqichda ham o'zini eng yaxshi sifatida ko'rsata olgan jamoa g'olib deb topiladi. A'zolarga oliy harbiy va harbiylashtirilgan oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun tavsiyanomalar beriladi. Shuningdek, g'olib jamoalarning mahallalariga sport inshootlari barpo etiladi. Ushbu harbiy sport musobaqasi mahalla yoshlari uchun chin ma'noda vatanparvarlik poligoni bo'lib, milliy armiyamiz safida xizmat qilish hamda harbiy sohaga o'qish va ishga kirish uchun chiniqtiruvchi amaliy dars bo'ladi, deydi tashkilotchilar. Yakuniy natijaga ko'ra Farovon mahalla fuqarolar yig'ini yoshlari eng kuchli va shijoatli jamoa sifatida e'tirof etilib, viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Tashkilotchilar jamoamiz bilan Uchko'prik tuman bosqichida shijoat va g'ayrat musobaqasida faxrli birinchi o'rinni egalladik. Bu musobaqadan ancha xulosa chiqardik va do'stlar orttirdik. Bu musobaqalar ko'p bo'lishini xohlaymiz. Musobaqada shuningdek Sariqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inining Shunqorlar, Katta Qo'shtepa mahalla fuqarolar yig'inining Manguberdi jamoalari ham sovrindorlar bo'lishdi. Muhsinjon Yusupov, Shohar Qayumov, Farg'ona 24 axborot dasturi uchun maxsus tayyorlandi.